Alo. Sizni eringiz bizada $2000 olib kelib bermasangiz, do'pposlab mayib qilib qo'yamiz. Menimcha adashtinglar yo'q. Erim qo'shnixonada ichib kelib olib, anqayib yotibdilar yana. Lekin asta kelib ketdilar. Menga ertaga telefon qiling, men sizga o'zim $2000 beraman. Yaxshilab do'pposlaylik shuni. Sizmi eng kotiba? Assalomu alaykum. Ha, men bo'laman. Siz ham oldingi kotibaga o'xshab direktorga shilqimlik qilmaysizmi? Yo'q, men unaqa emasman. Qarang-da. O'zingiz kim bo'lasiz? Men direktori ayollari bo'laman. Sizdan oldingi kotiba. Doniyor aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz bir haftadan beri yuvib qoldingiz. Tinchlikmi? Yoki meni tashlab ketmoqchimisiz? Yo'q, tashlab ketmoqchi emasman. Ichish tashadim. Ichish tashuvdim, ko'zlarim ochildi. Dunyoda shuncha chiroyli qizlar borligini ko'rib qoldim. Ha, rostdan sen tashlamoqchi ekanman. Bo'lmang, boshqa telefon qilma. Tushunmadim. Nima demoqchi bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Boshliq o'zlaridamilar? Ha, o'zlarida. O'tsam bo'ladimi? Bo'ladi. Bu sizga. Rahmat. Boshliq yo'q ekanlar-yu. Nega meni aldingiz? Assalomu alaykum. Men imtihon topshirganda keldim. Bu oson topshira olmadingiz. Nimaga? Haydovchilik guvohnomasiga imtihon topshirish uchun orqaga o'tiradimi? Rulga o'tiring. Xullas, mana bo'ldi. Endi 2 soatgacha og'zingizni ochmang. Baraka toping-ni. Ko'rdingmi, seni doktor ham og'zingni ochmagin deyapti. 2 soat endi jim o'tiraman. Mazza qilib dam olaman. Yaxshi yigit. Tanishsiz bo'ladimi? Kechirasiz, men notanish qizlar bilan gaplashmayman. Men ham notanish bolalar bilan gaplashmayman. Shuning uchun menga umuman telefon ham qilmang, yozmang. Ismimni ham esingizdan chiqaring. Salomsizlar. Raqsga taklif qilsam bo'ladimi? Yo'q, men bormayman. Borsan? Shilqim bo'ladi bizachi. Nima shilqim bilan men borishim kerakmi? Ey! Men shunchalik xunukmanmi? Voy, achinib ketdim. Bora qolsammikan? Yo'q, meni achinib ketdi, men boraman. Men boraman. Men boraman. Men boraman. Yo'q, men boraman. Yo'q, men boraman. Men boraman. O'zim boraman. O'zim boraman, yo'q. U oq ko'ylakdagi bola bor-ku, o'shachi. Oq ko'ylakdagi? Yo'q, uni kiyimidan ham ma'lum-ku bir yo'liga. U bo'lmaydi. U anuchi gulli kiyib olgan bor-ku. Yo'q, u umuman talaba-ku. Talabalarda umuman pul bo'lmaydi. Anuchi oq kostyum kiyib olgan. Bilmadim. Kimni tanlaysiz-ku, lekin men bu hisobni yarim soat ichida to'lamasangiz, militsiya chaqiraman. Tezroq harakat qiling. Shu yerda qanaqa ko'raymi?